Mana shu ikkitasi dastavkaga ham. Да, почта, viloyat. Retrolarning ichida eng zo'r sotiladigan formalardan bittasi mana shu Milanni 2006 mi? Nechanchi yillik edi bu? 2006-2007. 2006-2007 yil formasi eng ko'p sotiladi. Har gal zakazimizda bo'ladi. Bu eng sifatlisi. Buni har xil variantlisi chiqqan. Buni narxi mana ustuni o'zi hozir 200 ming so'm, yengi uzuni. Buni shortiga ham kelganmiz. Alohida olsanglar bo'ladi. Kaka mana oqida xolisinglar buni Maldinisi ham bor. Razmeri S dan 2XL gacha. Buni yaqindan ko'rsat Sardor. Ko'ringlar buni bu yerlari отдельно material qo'yilgan, har xil materialdan tikilgan. Bunaqa krashni emas. A'zoni ko'pchilik krashni bo'ladi. Hamma detallari qo'yilgan mana. Roslab tikilgan bular. Hammasi. Mana bu qora rangli. Qora rangni ko'rsatmoqchi. Bu ham eng hit paradajida. Sizlarga qaysi bir rang yoqadi? Qora qizilmi yoki oq rangimi? Bu ham ko'rasizlarmi? Xolisanglar Maldini, xolisanglar Kaka. Yana bizda boshqa o'yinchilar ham bor. Buni yozuvsiz ham bor, yozuvsiz ham urib beramiz. Buni ham narxi ustuni o'zi 200 ming so'm. Shortiga adashmasam 40 mingmi, 50 mingda отдельно olsanglar bo'ladi. Qaysi biri yoqdi kommentariyga yozib qoldinglar. Mana bu detallari ham hammasi joy-joyida. Zakaz bermoqchi bo'lsanglar, bemalol Elisport nomeriga 90 80 80 80 ga telefon qilasizlar. Hammaga rahmat. Bitta like qo'yishingizdan chiqmasin.